13 may. Yana bir yil umr yo'llarimdan o'tmoqdaman. Yana bir yillik tajriba, sabr, tinimsiz mehnat. Men shifokorman. Alloh bergan ne'mat, oq xalat kiydirganiga, xalqimizga xizmat qilishga yaratganiga shukr. Ayollarimiz salomatligi, oilalarda chaqaloqlar ovozi yangrashi uchun sababchi qilayotganiga shukr. Har bir qo'ygan qadamim, tutgan qo'lim, aytayotgan so'zim insonlar hayotiga bog'liq. Shifo tarqatish, oilalariga umid ulashishga sababchi qilganiga shukr. Bugun men yana bir yoshga ulg'aydim. Kasbimni, oilamni, hayotimni qadrlamoqdaman. Har bir olayotgan nafasim, uyg'onayotgan tongim, bosayotgan qadamim uchun shukr. Mehrga, muhabbatga to'la oila, sog'lom farzandlar, suyukli yelkadosh berganiga shukr. Qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan bo'lsam-da, duolari bilan burkaydigan ota-ona, sirdoshga muhtoj chog'larim sirlashadigan opa-singil, kuch bo'ladigan aka berganiga shukr. Omad kelganda quvonadigan, sinov kelsa taslim bo'lmaslikka undaydigan, yengishimga kuch bo'ladigan do'stlar berganiga ming bor shukr.